Mamlakatimizda iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning zamonaviy mexanizmlari, raqamli platformalar orqali murojaatlarni ko'rib chiqish, elektron savdo sharoitida iste'molchilar manfaatlarini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilyapti. 15 mart Butunjahon iste'molchilar huquqlari kuni munosabati bilan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, muammo va yechimlar mavzusida xalqaro konferensiya tashkillashtirildi. Dastlab shu haqda. Konferensiyada davlat idoralari, xalqaro tashkilotlar, nodavlat notijorat tashkilotlari va ekspertlar ishtirok etib, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasidagi dolzarb masalalar yuzasidan fikr va takliflar bildirildi. Tadbirni ochishda soha rivojida xalqaro hamkorlikning ahamiyati, iste'molchilar huquqiy himoyasini mustahkamlash hamda aholining moliyaviy madaniyatini yuksaltirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Anjuman davomida iste'molchilar huquqlarini ta'minlashning zamonaviy mexanizmlari, moliyaviy xizmatlar bozorida xavfsizlikni kuchaytirish, raqamli texnologiyalar sharoitida iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish kabi yo'nalishlar atroflicha muhokama qilindi. Ayniqsa, onlayn xizmatlar va raqamli moliyaviy mahsulotlar kengayib borayotgan bugungi sharoitda iste'molchilar xavfsizligini ta'minlash masalasi konferensiya kun tartibining asosiy mavzularidan biriga aylandi. Bugunga qadar 150 mingdan ortiq iste'molchi qo'mitaga murojaat qilgan bo'lsa, so'nggi 3 yil davomida. Bundan tashqari 30 milliondan oshiq iste'molchining nomuayyan doirada, ya'ni iste'molchi murojaat qilmagan holda qo'mita o'rganishlari doirasida 30 milliondan ortiq iste'molchining huquqlari himoya qilindi va 450 milliarddan ortiq asossiz olingan mablag'lar iste'molchilarga qayta hisob-kitob qilindi. Yildan yilga raqamlar oshib boryapti. Aytaylik, 24-yilda 40 mingga yaqin murojaat kelib tushgan bo'lsa, 25-yilda 45 mingdan ortiq murojaat kelib tushgan. Tadbirda xorijiy ekspertlar ham ishtirok etib, o'z mamlakatlarida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish borasida qo'llanilayotgan ilg'or tajribalar bilan o'rtoqlashdilar. Bu esa milliy amaliyotni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish, sohada samarali mexanizmlarni joriy etish uchun muhim imkoniyat yaratdi. Shuningdek, tadbir doirasida iste'molchilar huquqlarini ta'minlashda faol ishtirok etib kelayotgan tashkilotlar va soha vakillari rag'batlantirildi. Bu kabi tashabbuslar jamiyatda iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish madaniyatini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Murodjon Axatov, Bahrom Kenjaboyev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.